Xatga ketyapsan. Ada, siz aralashmang. Yana o'sha manjalaqingni oldiga ketyapsan? Uni unaqa demang, ada. Manjalaqa dedimmi, manjalaqa, tushundingmi? Siz uni bilmaysiz. Sen bola kallang joyidami? Mana bitta o'g'lingni, guldek xotiningni tashlab, kecha ko'chadan topganingni orqasidan yugurib ketyapsanmi? Oilangni tashlab, Qanaqa oila, ada? Sevmayman uni, ko'nglim yo'q unda. Tushunyapsizmi? Ko'nglim yo'q. O'g'lim, eshit. Oila bu muqaddas narsa. Hech narsa xotiningni ko'z yoshiga ham, bolangni yetim bo'lib qolishiga ham arzimaydi. Kecha ko'chadan topganingni orqasidan yugurib, xuddi birinchi muhabbating, yoshlikdagi sevgini ko'rib qolgandek yugurib chiqib ketishingni qara. Ada, siz boshingizdan o'tmaganda, yoshlikdagi sevgi haqida nimani ham bilamiz? Ba'zan eslayman. O'sha paytlar dunyo boshqacha edi. Hech narsani o'ylamasdik. Yurakda hayajon, qo'llarda titroq, sizni ko'rganda olam yorug'roq, o'qish yo'laklari, sirli nigohlar, bizni bog'lab turgan o'sha giyohlar. Ha, o'g'lim. Ada, to'g'ri aytgan ekansiz. Anu Qanju bormasindan boshqasi bilan ekan. Vaqtida ko'zim ochilibdi. Sal qolsa Gulda oilam bilan bolalarimni tashlab ketar ekanman. Hammasini o'zing tushunib yetganing yaxshi bo'pti. Alloh ko'rsatibdi. Alhamdulillah. Endi unaqa o'tirmasdan xotining bilan bolalaringni oldiga bor. Sani rosa sog'ingan.